Adashgan firqalar. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu aytadilar, insoniyatning eng yomoni xorijiylardir. Darhaqiqat azizlar, tarixda xorijiylar degan firqa o'tgan. Islomda ilk bor paydo bo'lgan firqalar mana shunday tashaddudga berilganki, ular kalima keltirgan, Allohni bir degan, Rasulullohni Allohni elchisi deb bilgan, ibodatda bo'lib turgan, lekin ularni oqlamagan, ularni yo'liga yurmaganlarni ular qatl qilishgan. Ular o'zlaridan deb bilmagan odamlarni jonini qatl qilishni muboh deb bilganlar. Ahli sunna ulamolari aytadilarki, har zamon, har makonda musulmonlar yashab turgan hududda musulmon rahbariga itoat etmagan har qanday oqimlarni xorijiylar deb ta'rif etganlar. Darhaqiqat bugungi kunda ham ko'ryapmiz-ku. Vaholanki bizni yurtimizda azonlari bor, ibodati bor, masjidlari bor, xatmi Qur'onlari bor, hayit namozlarida qancha jamoalarimiz butun masjid ko'chalarni to'ldirib ibodat qilmoqdamiz. Hayitda, Ramazonda bo'layotgan bu Allohning fayzi, barakotini ko'rib, qanday ham bu yurtni kufr diyori deyish mumkin? Ota-onasi yashab turgan yurtni, qanday ulug' zotlar bu yotgan bu tuproqni, bu shu zaminda yashagan farzandlarni qalbida yurtiga, xalqiga, vataniga, o'z qadriyatiga, ajdodlariga nafratni paydo qilib, ularni qo'llarini qonga botirganlar bugungi kundagi zamonaviy xorijiylar emasmi? Bugun o'zlariga turli nomlarni qo'yib olishgan va bugun qancha yoshlarni jonini halakda bo'lishiga, yurtidan chiqib ketib, juda ham bir gumroh bir ko'chaga kirishiga sabab bo'lgan mana shunday aqidani olg'a surayotganlar bular zamonaviy xorijiylar. Shuning uchun azizlar, bugungi kunda bularni anglab yetishimiz kerak. Bugungi kunda islomga eng katta zarba berayotgan, musulmonlarga eng katta tashvishni keltirayotganlar mana shu oqimlar. Kullu hizbin bima ladayhi farihun. Har bir firqa o'zining nazdidagi e'tiqodni to'g'ri deb biladi va shuning uchun ular xursand deb bo'ladilar. Shuning uchun ular g'ururlanadilar deb Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi.